Allohim, kasallikni daf qil. Shifo ber, ey shifo beruvchi zot. Sening shifoingdan o'zga shifo yo'q. Bu darddan xalos et. Ahvolimni ko'ryapsizlar. Sizlarga vasiyat qilmoqchiman. Unga rioya qilsangiz, ikki dunyo saodatini ko'rasiz. Namozni to'kis o'qing. Zakot bering. Ro'za tuting. Sadaqa qiling. Haj va umra qilinglar. O'zaro maslahatlashib muhabbatlashinglar. Rahbarlarga sodiq bo'linglar, ularni aldamanglar. Dunyo sizlarni aldab qo'ymasin. Agar odam 1000 yil umr ko'rsa ham, oxir oqibat menga o'xshab dunyodan o'tishi muqarrar.